Voy, abid bo'pti. Ishga borish kerak, kech qolibman. Ishga ham bormay qo'raman. Devorib do'stlar, har kuni shu uyimizda shunaqa uyg'onishli imkoniyati sizlarda bor. Chunki bu uyimizni sotamiz. Assalomu alaykum, o'zimni Jaxshnetda uy olam deb aqchani guli-guliga qo'yib, tayyorlab jatgan do'stlarimizga bugun sizlarga O'sharindagi Alimtovoni yaxshi lokatsiyasidan 6 sotili uyimizni 7 bo'lmasi remontlari bilan o'zini qaraganda arzon bozorda aytsak olgan bo'lavergan. Bugun sizlarga aynan shunaqasini topdik. Do'stlar, uyimiz 6 sotilikning hisobidan juda ham keng ko'rinishda mana ko'rsating. Uylarimiz ham ikki tomonga qator solingan. Chap tomondagi shundoqqina o'g'ilni uylab kelinda tushirib olsa bo'ladigan o'zini dushovoylari bilan o'ng tomondagi uylarni bir sizlar tanishib o'taylik. Proyekt bo'yicha bu joy kuxnyani o'rni bo'lsa, bu joyda kuxnyadan keyingi oilaviy o'tirish joyi. O'rta chiroyli remontda qolgan xonalarimiz hammasi abo'y shashilmay turibsizlar ko'rsatib o'taman. Mana bu oshxonaning o'rni ekan. Bu qanaqa suvlar turibdi bu yerda? Ko'rmayapti, biraz chaqonim qarang, bismillah ichida. Boshqa yangi suvlar kelib qolibdi. Tropik jana Montella degan suvlarimiz ham bor ekan. Qani, bismillah. Aka, uyda emasmi? Suvni gaplashaylik, qada oldingiz? Men suvga gap yo'q, shahar do'konlaridan topsanglar bo'ladi va uyimizni ko'rishda davom etamiz. Oshxonadan chiqib o'ng tomondagi mehmonlarda uyalmasdan olib kelaveradigan razmerlari katta va uje zamonbob aboylarni yopishtirib qo'ygan chiroyli mehmonxonamizdan chiqib turib o'ng joqdagi uje Boldardin yotoqxonasi joylashgan. Buldalar sonon remontlardan chiqqan va bundan chiqib kattalarda vzrostli yotoqxonasi, ya'ni spalniy xonamizni o'zini ichida yaxshi sharoitlari bilan issiq suv, sovuq suvlar bilan dushovoylarni olib kirib qo'ygan ekan. Do'stlar, 6 sotillik hisobidan juda ham keng ko'rinishda. Bu yoqda bog'u, rog'larimiz, orqa tomonimizni mana ko'ryapsizlar, yozgi dushovoyimiz, ya'ni baynasi joylashgan. Bu yerda hattoki qo'ylarimizga, mollarimizga molixona, tovuqxona, bu yerda kolodis yamalari va mana bu yerda 4 tonnali suvda zapaslari bor ekan va katta mevali daraxtlari ham bor ekan. Do'stlar, e'tibor beryapsizlarmi? Bu uyimiz unaqa oxirgi qiyiqir modadagi remontdan chiqmagan bo'lsa ham bir boshqacha osoyishta, ya'ni bir fayzli xonadonda ajoyib guvohi bo'lyapmiz. Bu yerda burchatkalarni ham qilib qo'ygan ekan. Mana bu valishimizning dizayniga e'tibor berib qo'yinglar. Juda ham bir boshqacha zamonbob stillarda uzumlariga valishlar, ya'ni o'shski qilib aytganda so'rtaklari ham bor ekan do'stlar. Mana bu yerga aytib o'tgandaylar, yangi kelin-kuyovlarni shundoqqina uylab qo'ysa bo'laveradigan, o'zi bu tomonda отдельный uy bo'lsa, mana bu tomonda отдельный uy bo'lib yashasa bo'laveradigan ikkita bo'lmasi va o'zini отдельный dushovoylari bor ekan. Bu o'rta remontli, mana bu yerda oxirgi remontlari qo'ygan ekan. Buni faqatgina aboyni yopishtirib qo'ysanglar, bas ko'chaga qaray ayninglar va xuddi shunga o'xshagan yana bir xonamiz ichida remont talab, ya'ni joylar tashalgan dushovoyda o'rni bor ekan. Xo'p, uyning bahosina kela turgan bo'lsa, qiziqqan do'stlarimizga $123,000 aytilish bahosi dag'i sizlar uchun ozgina kamlari bor deb chiqardi. Alimtovada hozir qo'churda quruq 6 sotili yerlarimiz ham palon pul bo'layotgan bir vaqt o'zida shundoqqina tayyor, gatovi ikkita oilaga moslangan uylari bilan aytilish bahosi $123,000 sizlar uchun ozgina kamlari bor deb chiqardik. Esim aytim bo'yicha dokumentlardan hech qanaqasi muammosi yo'q. Bugun olsa, bugun o'tkazib beradigan tayyor holatda deyapti va telefon nomerlari 0555 bilan 63 05 64 0555 63 05 64. Do'stlar, shu nomerlarga yangiroq qaylarsa, bu ko'chalarimiz juda ham keng tashalgan, отдельный o'zini огородlari, zeleniy zonalari, uyimiz tashqi ko'rinishlari, qo'ni-qo'shnilari bor va bu uyimiz yana bitta menga yoqqan joylari bir tomonli ko'cha ekan. Ya'ni bir tomonda ahlining qo'ni-qo'shnilar, o'sha to'g'ridagilar kerak emas. Ya'ni shomdan keyin juda ham bir salqin, havosi toza bo'lgan ushbu Alimtovani yaxshi lokatsiyasi bo'lyapti. Shoshilmay tursangizlar, sirtqa chiqib turib bu yerga kirish yo'llarini ko'rsatib qo'yaman. Do'stlar, uyimizning adreslari aytib o'tgandek, O'sharindagi xullas glavniy aeroport. Mana aeroportni glavniy xodlardan past tomonga qarab tushib kelayotganimizda aeroportga tegishli qator domlarimizni eng oxiri tugashi oxirgi domimizni ostida yo'lni bo'yida Maral degan do'kon bor ekan. O'sha Maral do'konga naprot joylashgan ushbu ko'chamizdan, ya'ni Alimtova joyga kirib turib, o'ng tomonga o'sha bitta ko'chamiz bor, bir betli ko'chamizdan yurib borsanglar, u uyimizni pastki tomlari ham ko'rinib turibdi. Do'stlar, chiqsanglar aeroport, o shahri, bu yoq Qorasuv qishloq, xullas zo'r lokatsiya. Do'stlar, aytilgan nomerlarga cholib dokumentlarni ham tag'ib bersizlar, tekshirib olsangizlar bo'ladi. Uy niyat qilib yurgan hamma do'stlarimizga shunaqa tayyor, zo'r uylarda olib yashashni nasib qilsin. Alsatga kanalimizga jana sezgi xizmatimizda.